Diqqat, tezkor xabar. Hormuz bo'g'ozida AQSh va Eron o'rtasida qurolli to'qnashuv sodir bo'lgan. Bugun 2026-yilning 8-may kuni Eron janubidagi Bandar Abbos, Qishim oroli va Hormozgoh viloyatidagi Serik hududlarida portlashlar eshitilgan. Eron davlat ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, havo mudofaa tizimlari Qishim va Bandar Abbos ustida bir nechta dronlarni urib tushirgan. G'arbiy Tehronda ham kuchli portlashlardan keyin havo hujumidan mudofaa tizimlari ishga tushgani va portlashlar ovozi eshitilgani xabar qilingan. Hujumlar fonida Eron AQShni sulhni buzishda ayblagan. Tehron bayonotiga ko'ra, AQSh kuchlari Jask hududidan Hormuz bo'g'ozi tomon harakatlanayotgan Eron neft tankeriga hamda Birlashgan Arab Amirliklarining Fujayra porti yaqinidagi yana bir Eron kemasiga hujum qilgan. Shuningdek, Eron AQShni Bandar Hamir, Serik va Qishim orolidagi fuqarolik hududlariga ham zarba berganlikda ayblab, bunda ayrim mintaqaviy davlatlar ham qatnashganini da'vo qilgan. Eron harbiylari hujumlarga javoban Hormuz bo'g'ozining sharqiy qismida va Chobahor porti janubida joylashgan AQSh harbiy kemalariga raketa hujumlari uyushtirilganini e'lon qilgan. Ularning aytishicha, Amerika kemalari zarar ko'rgan holda hududni tark etgan. AQSh markaziy qo'mondonligi ham Hormuz bo'g'ozidagi to'qnashuvlarni tasdiqlagan. Bayonotga ko'ra, Eron harbiy kuchlari Hormuz bo'g'ozi orqali Ummon ko'rfazi tomon harakatlanayotgan USS Truxtun, USS Rafael Peralta va USS Mason AQSh dengiz qiruvchi kemalariga raketalar, dronlar va kichik katerlar bilan hujum qilgan. Markaziy qo'mondonlik ma'lumotlariga ko'ra, AQSh kemalariga zarar yetmagan. Amerika kuchlari barcha tahdidlarni yo'q qilgan va hujumlarga javoban Eronning raketa uchirish maydonlari, dron bazalari, qo'mondonlik markazlari hamda razvedka obyektlariga himoyaviy qarshi zarbalar uyushtirganini ta'kidlagan. Qo'mondonlik shuningdek AQSh keskinlikni oshirishni istamasligini, biroq o'z kuchlarini himoya qilishga doimo tayyor ekanligini ta'kidlagan. Keyinroq esa Donald Tramp ham AQShning 3 ta dengiz qiruvchi kemalariga Eron tomonidan zarba berilganini tasdiqlagan, ammo markaziy qo'mondonlik kabi kemalarga hech qanday zarar yetmaganini aytib chiqqan. Undan tashqari, balki vaziyatni yumshatishga urinib, hujumlarni shunchaki yengil zarba deb atab, vaziyat keskinlashuviga qaramay sulh hali ham kuchda ekanini aytgan. Sizningcha urush qayta boshlanadimi yoki sulh doimiy tinchlikka aylanadimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring, biz esa kuzatishda davom etamiz.